Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Videolar yaxshimi? Kelin bor degan edingiz. O'shanga nima bo'ldi? O'sha qizni so'radingizmi, surishtirdingizmi? O'shanga ovozli xabar yozib qo'yapman. Keyin o'sha hali aytgan qizingiz opa nima qilasiz? Bir ikkita narsalarga e'tibor berasiz. O'sha o'qimishli bo'lsin, lekin aqllilik qilmasin, qo'li shirin bo'lsin, lekin ko'ngli har narsani tusamasin, chaqqon bo'lsin, lekin dam olishga vaqti bo'lmasin. Sepib to'lib toshgan bo'lsin, lekin bitta idish sindirib qolgan malomatga ham chidasin. Kechasi ko'chada yurmagan bo'lsin opa, lekin tong qorong'usida chiqib hovli supuradigan bo'lsin. Kamida ikkita til bilsin. Lekin haq bo'lsa ham ikki tilda ham tilini tiyib turadigan bo'lsin. Tili o'tkir bo'lmasin, opajon. Ko'p pul topsin, lekin kam sarflasin. Ana ukol qilishdi, davleni o'lchashdi bilsin, lekin o'zi kasal bo'lmasin. Tikish bitishi bilsin, lekin bir yilda bir yangi ko'ylak kiymasin. Opa, bitta narsa aytishni ham unutmang. Temir tersakka ham ozroq tushunsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi-da, chunki bu nimani o'g'limizni qo'lidan, kuyovimizni qo'lidan lampochka almashtirish ham kelmaydi, bilasiz-ku. Qizlar qandaysizlar? Tuzingmisizlar? Apaylarga aytib qo'yinglar, bizda unaqa qiz yo'q. Bo'lmaydi ham, yo'q ham. O'zi tug'ib, shunday qilib yasab olsin, tarbiyalab olsin. Bizi qizlar uxlayapti hozir ham. Unaqa yo'q, enasida bo'lmagan bu hislat bolalarida bo'ladi.